Qizim, bugun seni kuning. Xohlagan narsani ol. Rahmat. Bugun sevgilim tug'ilgan kun ekan. Nimadir olib berishim kerakman. Chiqdi. Yasminaxon, bugun tug'ilgan kuningiz ekan. Tabriklayman. O'shanga men sizga Shirintoy oshxonasini oldim. Bilasizmi nimaga oldim? Yo'q, bilmayman. Katta bo'lib sizga uylansam, oshxonada menga shirin ovqatlar pishirib berishingiz uchun oldim. Men. Yaxshi-yu, ammo ma'noshtirilgan. Ha? Qanaqasiga? Nima bo'lyapti? Bu kim? Bilmayman, o'zidan o'zi kelib nimadirlar gapiryapti. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga. Sizda musofirda yurib ishlagan oyligingizni uyga jo'natishda muammo bo'lib turgan bo'lsa, men sizga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Bu ilovadan zo'r kurslarda dollar yuborishingiz mumkin. Undan tashqari, Humo uz kartlarga ortiqcha foizlarsiz so'mni ham yuborishingiz mumkin. Demak, nima qilamiz? Yubor ilovasidan uyga pul yuboramiz. Ha, aytgancha, bu ilovani siz Play Market va App Store dan topishingiz mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. O'g'il oldingiz. Zuvachka? Qani? Ha? Nima bo'lyapti? Zuvachka oldim, qaytimiga sigaret qo'shib berishdi. Aka, siqilib qopsiz? Ey ukam, qarzlaring ko'payib ketdi. Mana hali kredit tinchlik bermayapti. O'shanga siqilib o'tiribman-da. Ancha yillardan beri yig'ib yurgan pulim bor. Beraymi hammasini? Hamma qarzlaringizdan qutulib olardingiz. Yaxshi bo'lardi. Men bo'lmasa. Ha, qo'shni. Ye? Mazangiz yaxshimi? Ancha tuzalib qopsiz-ku, ha? Ha, WhatsApp yozib turing, ko'cha mosha chiqib kelay. Ha, bo'ldi-da. Qo'shniga yo'q deb bo'lam, bemalol. Alo, qo'shni ishlar bitirib oldingizmi? Agar ishlar bitirib olgan bo'lsangiz, velosiped tushini uyga olib kirib qo'ymoqchi edim-da. Ha? Ama kim biray pechendan ichman? 3000. Mana bitta olaman. Mana. Mana menga yana bitta olavering. Men yirtib pul olmayman, men pulingni. Akaxon, hozir bizda aksiya ketyapti. 8 ta sushi olsangiz, yana 4 ta stekan qo'shib beryapmiz. Ha, men bunaqa qilsa zakaz qilganman-ku. Ha, xo'jayin aytdilar, yurar ekansiz. Yo'q, bexijolat, bemalol. Akaxon, bizda yana bitta aksiyamiz bor. Bitta katta set sotib olganlarga kichkina set tekinga qo'shib berilyapti. Ko'jonim, yetardi shunchasi. Ovora bo'libsiz-da. Yo'q, bemalol, bexijolat. Akaxon, mana chek. Yo'q, bemalol, bexijolat, pulni to'lab ketaveradilar. Bo'plar, ganu biratdi. Ha.